Assalomu alaykum. Parrandaishqi bozori mana navbatdagi kaptar va tovuqlar uchun mo'ljallangan kataylarimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Sizdan esa har doimgidek bittadan like, bittadan komment kutib qolamiz. Biz esa katagimiz bilan tanishtirishni boshladik. Bu katagimiz uzunligi 2,5 metr, yonidagisi ham 2,5 metr, jami 5 metr aytishgan. Klientimiz shunaqa qilib zakaz berishgan, 5 metrli bo'lsin deyishgan. Oldilariga oyna qo'yib qo'yganmiz. Ichida mana spalni yotoqxonalari bor, yonida mana sandig'i va tuxum oladigan alohida eshikchalari bor. Tepaga chiqib ketish uchun shotlarni o'rnatib o'tib ketilgan. Tovuqlar tashqarida yurganda yuradi, kechqurun tepaga yotoqxonasiga chiqib ketishaveradi. Ichida qo'noqlari, hamma narsasi yetarlicha. Oldida doydiganlari bor. Mana bu yerda mana sandig'i va tuxum oladigan eshikchalarini o'rnatib o'tib ketilgan. Yo'llari esa oldilari MDFdan bo'lgan, suv shunmaydi, qattiq materialdan. Bu kataylarimiz tovuqqa mo'ljallangan va mana bu yerda kaptarga yasalgan bor. Kaptarga juda katta qilib yasab bering deyishgan. Mana uyalari ham 50 tadan ortiq uyasi bor. Yonida mana kaptarlar qo'nib turish uchun sharoitlari bor. Ichkari odamni ko'taradi. 2-3 ta odamni ham ko'taraveradi. Xotirjam aylanib yurish mumkin. Qo'noqlari yetarli darajada. Parlash xonalari 2 ta o'rnatib o'tib ketilgan va mana bu yerda shipirib tozalab tashlash uchun sharoitini qo'yib qo'yganmiz. Bu katagimizning razmeri uzunligi 3 metr, eniga 1,80, balandligi 2,60 ta o'z ichiga oladi. Setkalari o'sha yaltiroq zanglamaydigan qalin setkadan bo'lgan. Mana bu yerda mana portchkalarni o'rnatib o'tib ketilgan. 2 ta portchkasi bor. Kaptarlar kirib chiqib yuraveradi. Va suviga mana vodostoykalarini qo'yib qo'yganmiz. Latoklarini qo'yib, shipir ostidan esa issiq sovuq o'tkazmaydigan falgalarni o'rnatib o'tib ketilgan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerda mana kichikroq so'raganlarga kichikroq kaptar kataylarimiz bor va tovuq kataylarimiz bor. Manzilimiz esa Namangan viloyati 3 tumanida joylashgan.